Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi darsimiz quyidagi rasmni chizma holatiga o'tkazdirish. Buning uchun bizga mana sloy qismidagi uydan bitta nusxa olamiz, ya'ni Ctrl G ni bosamiz. Mana nusxa olindi. Nusxa olingan uyda sichqonchani o'ng tugmasini bosamiz. Nusxa olingan uydan sichqonchani o'ng tugmasini bosib, mana Smart obyektni tanlaymiz. Mana Smart obyekt tanlangandan keyin Ctrl U tugmasi bosiladi. Mana Ctrl U tugmasidan chorniy holatga o'tkazdiramiz va OK ni bosamiz. Mana o'tdi. O'tgandan keyin yana bir marta Ctrl G ni bosamiz va Ctrl I ni bosamiz. Mana shunday holatga keladi. Ctrl I ni bosdik. Undan keyin обычный deb yozilgan joydan biz mana основный deganni tanlaymiz. Mana основный tanladik va bizda chizmamiz yo'q holatga kelib qoldi. Va filtrga kiramiz. Filtrdan stilizatsiyani tanlaymiz va undan krayni tanlaymiz. Mana digital kray. Chizma holatiga o'tdi. Biz Ctrl L tugmasini bossak, mana o'ng tomonda ham ko'rsatyapti. Ctrl L tugmasini bossak, bizga bunday holatda chiqyapti. Kraylarning nastroykasini to'g'rilaymiz. O'ng tomonga surib, o'zingizga moslashtirishingiz mumkin. Va quyidagicha chizmamiz hosil bo'ladi. Misol uchun shunday qoldiradigan bo'lsak, OK deb bosamiz, slowni yashiramiz. Mana bizda mana shunday holatda chizmali rasmimiz paydo bo'ldi. Bugungi darsimiz shundan iborat. Sog' bo'linglar.